Kelinglar mehmonlar. Bitta uyimizga, Fayzli xonadonimizga baho berib qo'yasizlar. Eng qizig'i bu uyimizni ochgan narsa, ya'ni 220 kvadrat metrga uyga shumkali emas, Lexanli naves qilib berishgan. Eng qizig'i bu Lexanli navesimizga 5 yilga hamma yo'g'iga garantiya berishar ekan. Kraskalari Hammer kraska ekan, stenalari keladigan bo'lsak, 1.7 qalin yaxshisidan qilib berishgan. Lexanimizning o'ziga keladigan bo'lsak, 15 yilga zavod tomonidan garantiya bergan ekan, lekin O'zbekiston sharoitida do'stlar, bunimiz 10 yilgacha o'raytar ekan. Eng qizig'i bu Lexanimiz rossiyskiy bo'ladi, ya'ni 2 alama deyshadi, 2 двойной, ya'ni sonsiz dashtalargacha bo'lar ekan. Bu sonsiz dashtadan zo'r tomoni 70% gacha quyoshni ultrabinafsha nurlaridan qaytaradi, lekin yorug'likni o'tkazadi. Havo aylanish uchun, dimlanmaslik uchun do'stlar oralarini ochib chiroyli holatda qilib berishgan. Ushbu xonadonni atigi 2 kunda tayyorlab berishgan. 1 kvadrat metri 500 ming so'mdan 700 ming so'mgacha ekan. Bu narxlarda ichida vodiy Toshkent bo'ylab dastlabki ustunlikni mutlaqo bepul, qolgan joylarga kelishgan holatda ustakanlarimiz nomerlarini pastda qoldirdik.